Akram alayhisolatu vassalomdan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhuning davrlarida odamlarni o'tib ketayotib Ramazon kuni qarasalar, Ramazon iftordan keyin kimdir birovman gaplashib o'tiribdi masjidda, kimdir o'zicha qiroat qilyapti, kimdir nafil namoz o'qiyapti, har kim har xil. O'ylab turib, bularni bir qorini orqasiga jamlamasak bo'lmas ekan dedilar-da, ertasiga eng mashhur qori bo'lgan, Qur'on qiroatida nihoyatda mohir bo'lgan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni chaqirib, bugundan tarovih bo'ladi, sen o'tib xatm qilasan deb buyurdilar. Masjidlarni tozalatdilar, chiroqlarni, fonuslarni yoqtirdilar, odamlarni tayyorladilar va jamoatni to'plab Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu masjid tarovih namozida hozirgiga o'xshatib, demak xatm qilishni boshladilar. Ana o'sha ishni hozir alhamdulillah siz bilan bizga mana shu nasib etyapti.